Sotish niyatim yo'q edi, pul srochniga kerak bo'lib qolgani uchun sotyapman deb aytdilar. $8500 Captiva bir mashinasi xarid qilgan bo'lami deylar. Shunaqa imkoniyat sirda hozir bor. Bugun sotuvimizga Captiva bir mashinamiz kelib qoldi e'loni. Mashinamizni ko'rsatib o'taman mana. Motorlarini ko'rsatib o'taman. Motor hadovoy korobkalarga umuman ishi yo'q, yaqinda qildirib qo'yganman deb aytdilar egalari. Mana ko'rinib turgandek. Kuzovlarda qirilgan, chizilgan joylar yo'q ekan. Mashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana to'rtta yaxshi yumshoq balonlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Kuzovlari ham tiniq, ideal holatda bo'lib turibdi ekan. Mana orqadan ko'rinishlari ham yaxshi holatda, tetikkina bo'lib turibdi mashinamiz. Yaxshi haydalgan ekan mashinamiz. Orqa salonlarini ko'rsataman mana. Yaxshi holatda turibdi ekan. Orqalarida ham o'rindiqlar bor, bilasizlar mana. Tepada lyuk. Eshiklari lyuk, konditsioner, hamma joylari ishlaydi dedilar egalari. Monitorni kattalar qo'yib qo'yilgan ekan. Salon holatlari ham ideal, yaxshi holatda bo'lib turibdi ekan. Malibu rulcha ham qo'yib qo'yilgan ekan. Mana bu obshifkalarga nechi qirilmay, chizilmay shu paytgacha turibdi ekan 2010-yildan beri. O'zim uchun avaylab haydaganman dedilar. Mashinamizning narxini $8500 baholanyapti yana. Kelishiladigan joyi bor dedilar egalari. Sotish niyatim yo'q edi, pul srochniga kerak bo'lib qolgani uchun sotyapman deb aytdilar. Bonusiga propan gazchalar ham o'stirib qo'yilgan ekan. Mana bagaj holatlari. Mana kaltlari ham hali ham joyida turibdi ekan. Mana ichlari keng, chotki, yaxshi holatda bo'lib turibdi ekan. Xullas, pulga stoyit mashinalardan bittasi bu. Katta bolalarni haqiqiy katta qilgan mashinada bu.